Tomlarimiz ham bitdi. Allohga shukr, tomlarni ham yopib oldik. Slivlar bilan karnizga ahamiyat berasizlar. Slivida ham figurasi bor, oddiy sliv qilmaganmiz. Tepada karniz qismi. Bu fasadimizga ancha chiroy beradi. Xo'sh, bu yoq tarafimizda bizning garajimiz bor, bu yoq tarafimizda kalitkamiz bor. Bizda hovlimizning u yoq tarafimizda basseyn qismlari, котельный, letniy kuxnya va tashqariga ham bitta общий sanuzel berganmiz. Hozir men sizlarga mana shu tomni tepadan ko'rsataman ichkarisidan. Bu o'sha bizning tomimizning ichki tarafi. Hozir yana bitta tepaga chiqamiz. Bu yerdan tashqariga xod va tomga chiqishga bu yerda lyuk qoldirganmiz. Bu yoqda bizning lyukimiz bor tomga chiqishga. Chunki biz tomimizda kondisioner agregatlar, солнечный panellar qo'yamiz. Bu hozir bizning lyukimiz. Mana bu bizda boltlarimiz bor. Etti kondisioner солнечный batareya sumka qo'yganmiz. Yechib lyuk olib turamiz. Ustalar qiynalmasligi uchun keyin bitta qilib yopib, chiroyli lyuk qilib qo'yamiz bu yerda. Tepada boy ko'rsatgan o'zim maqtagan karniz. Mana karniz figurasi.